Assalomu alaykum barcha obunachalarimizga. Xo'p do'stlar, bugun yakshanba Samarqand mashina bozorida turibmiz. 16-noyabr sanasi. Assalomu alaykum. Qo'ldan yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Charchamasdan yuribsizmi? Obunachilar bittadan layklaymanlar, ha. Podpiska bo'lib, xabardor bo'lasizlar yangiliklardan birinchidan bo'lib. Shunday do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, fikrlarni albatta kommentariyada qoldiramiz. Faqat yangiliklar bizning kanallarda. Xo'p, Firdavs aka, xizmatlarimiz haqida bitta. Xizmatlarimiz 2021 dan boshlab mashinalarni garovga qo'yib 100 million so'mgacha pul beramiz. Ovli turar, noturar joylarni garovga qo'yib, valyutni kreditlar ochilgan, foizi kam, 10 ming dollarga bir yilga 750-600 dollar qo'shib beradilar. Mashinalarni rastochka qilib beramiz. Kim shartnoma olgan bo'lsa, bank xizmatlarini qilib beramiz. Bizlar xizmat haqi olamiz. Onyx, Tracker, Damas, Lab ularga rastochka ketyapti. Hech qanday foizsiz, boshlang'ich to'lov 30% bilan ketyapti. Kim qanaqa shunaqa xizmatlar ham kerak bo'lsa, bahozir bizlarga murojaat qilaversinlar. Avtokreditga yil nechadan nechigacha aka? Avtokreditga 2018 dan boshlab 2025 gacha avtokreditga bo'lyapti. Prosta 18-19 da boshlang'ich to'lov 20%, 2020 dan boshlab 25 gacha boshlang'ich to'lov 10% tan narxidan ketadi, xarajatlardan tashqari. Bozordan saylashsa ham, ha, bozordan tanlaysizlarmi? Sotmoqchi bo'lsalar, olmoqchi bo'lsalar, bizlar notariusga naqd pulni sanab beramiz, egasiga avtokredit qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, so'rayversa mashinalarni bahozir bizlarga murojaat qilaversinlar. Rastochkalarimiz faqat Samarqand va Samarqand tumanlarida bo'yicha. Samarqand viloyati bo'ylab bo'ladi. Ha, boshqa viloyatlarga ikkilamchi avtokredit. Ikkilamchi avtokredit bo'ladi. Ekranlar ostida telefon raqamlari bo'ladi. Aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olamiz. Kimga mana shunaqa mashinalarni yo shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa ham bemalol telefon qilsinlar. Qo'ldan kelgancha yordam berib, mashina sotmoqchi bo'lsalar ham olamiz, kelishilgan holda. Almashtirib ham beramiz. Ipoteka xizmatlarimiz-chi? Ipoteka xizmatlari ham xuddi shunaqa. Ipoteka qilib ham beramiz, uyni qo'yib, garovga pul ham olib beramiz. Turar, noturar. Propiskaga hech kim bermaslik kerak, uyni egasidan tashqari. Qisqasi aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olamiz. Kanalga obuna bo'lish ham, Telegram kanaliga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin do'stlar. Navbatdagi videolarimiz namozlardan bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, fikrlarni albatta kommentariyada qoldiramiz do'stlar. Silkasi Telegram kanaliga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Silkasi opsiyasida bor, yana kommentarda ham yozib qo'yaman do'stlar. Telegram kanaliga obuna bo'lasizlar, yangiliklar shu yerdan. Firdavs akamiz Damas olib chiqibdilar. Mokri asfalt rangidagi 2023-yilda ishlab chiqargan ekan. 2023. Kraskasi qayerda bor ekan? Kraskasi mana shu yerga petnochasi bor. Bo'ldi aka, ko'rib chiqamiz. Tayyor mashina ekan, ha? Ha, olib minadilar faqat. Ulushli karmetal diska balon, 4 ta mexika archa balonlari taqilgan, holati yaxshi holatda, orqalarimiz tonirovka. Shumkalari yo'q, koja napshivka, pultlari bor ekan, parollari ham koja, polik, rezin polik, chiqollari, rullarda ham chiqollari bor. 69 ming yurgan ekan mashinamiz. Salonlarda hech qanday xarajatlari yo'q. Patologlariga material tortilgan, barlari ham bor. Gazi qanaqa ekan aka? Propan. Propan gazda. Klub minishga tayyor mashina. Kimga mana shunaqa mashinalar yana boshqa xillardan kerak bo'lsa ham o'tkaz ofisimizga murojaat qilasizlar. Mana go'shtirlar kesilmagan. Mashina yon holatlari. Mayli aka, telefon qilaver. Shikama. 25 aka bu. 23. 3. Shundan holatlari. Xo'p, aka narxiga kelsak. Narxi 6500 deyapmiz, obunachilar uchun kelishib beramiz. Kelishib beradigan joyimiz bor. Avtokreditga olib ketaman degan akalarga 880 dollar bilan chiqarib beramiz. 880 hamma xarajat ichiga. Bo'ldi. Ekranlar ostida telefon raqamlari bo'ladi do'stlar. Aloqaga chiqib yana to'liq ma'lumot olamiz. Labo Damas rastochka davom etyaptimi aka? Labolarga, Damaslarga rastochka ketyapti. Damaslar 15-20 kunga keladi. Foizini olsalarga 1 kun 2 kunga beramiz. Labolar rastochkasi ham, foizlisi ham 1 kunga chiqarib beramiz salondan. Telefon qilsinlar, masalan. Telefon qilsinlar, 30% bersalar 13 oyga bo'lib to'laydilar, 5.200 mingdan. 50% bersa 22 oyga 2.200 dan bo'lib to'laydilar. Faqat Samarqand va Samarqand viloyati bo'yicha beramiz. Qaysi tuman bo'lishdan qat'iy nazar Samarqand viloyati bo'ylab beramiz. Hech qanday ustiga bir tim foiz qo'shilmaydi. Bo'ldi. Aloqaga chiqamiz do'stlar. Ekranlar ostidagi telefon raqamlariga kimga avtokreditga, naqdga mashina kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqamiz. Navbatdagi Damasimiz Damas 2 oq rangda 2020-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi. Kraska radnoy o'ziniki toza deyaptilar. 13lik karmetal diska balon, 4 ta mexika archa balonlar taqilgan, orqa o'yinimiz tonirovka veteriklari bor.
Shumkalar yo'q. Paroglari ham toza ekan. Kojin apshikalarda polik, rezin polik chexol barlari bor. 75 ming yurgan, rullarda ham chexollari bor. Bar qo'yilgan, patologga material tortilgan, video ekstraktorlari ham bor. Orqalari koja qilingan ekan. Motor korobka moslari. Gazi? Metan gazda ekan mashinamiz. Sen bana sotasan-ku, shuncha sen so'rab o'tirmaysan-da. Bitta ko'raylik. Xo'p, metan gazlarda. Mashina yon holatlari. Ne o'g'ri ne? Kelishtirib beradi. 20 ga 20 do'stlar. Samarqand shahrida mashina, to'g'ri? Narxini ayting. Narxi 6300. Nimaga buncha qimmat? 21 dan ham qimmat, 5,5 ga o'zimiz 21 da beryapmiz. Beringlar sizlar. Sizlar pullaring ko'p-da. Necha pul qilib berasiz? Ha? 6200. 6 dan pastga gaplashib ko'ramizmi? Naqd pul bilan kelsa. Yo'q. Nechilar bo'lsa gaplashamiz? 600. 6lar bo'lsa gaplashib ko'ramiz deyaptilar. Qiziqqanlar yana aloqaga chiqib, endi kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqib gaplashib ko'rasizlar. Variantlarda iloji bor. Avtokredit iloji bor. O'tkar so'zimizga murojaat qilasizlar. Telefon raqami ayting aka. 91lik 91lik 540 540 1422. 1422 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, o'zlaringiz savdolashib olasizlar do'stlar. Navbatdagi Damazimiz Damas'ga oq rangda 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalari 15% 15% kraskalari bu. Yana kelib ko'rib tekshirib olamiz. 13lik Eurodiska kalpak taqilgan. Yaxshi balonlar holati o'rtada. Orqa oynamiz tonirovka, vetrovik, nikel xrom. Shumkalari yo'q. Zavod apshifka, paloglari koja, polik, rezin polik, chexollari, patologlar ham chexollar, orqa stoykalar koja tortilgan. Bulardan chexollar bor, 86 ming yurgan ekan. Probeg halol o'zinikimi, to'g'ri? Probeg halol o'zinikimi? 86 ta. Motor korobka mosti. Javob. Gazi. Metan. Metan gaz. Motor korobka mostiga javob ekan, yana kelib ko'rib, tekshirib haydab ko'rib olamiz. Metanimiz. Mashinamiz ham holatlari. Ön 9 ga 20 ekan do'stlar. Yana kelib ko'rib tekshirib olamiz. Xo'p, buni narxiga kelsak, to'g'ri. Keling bu yoqqa. Samarqand shahrida mashina. Narxi 5300. So'rab turibmiz, kelishamiz. 5 dan pastiga. Yo'q, 5 dan past bo'lmaydi. Nechilar bo'lsa gaplashamiz? 19 ga 20 ekan, kuzov. Ha. Super 5 bo'lsa beramiz. 5lar bo'lsa o'ylab ko'ramiz deyaptilar. Telefon raqamingizni ayting. 540 1422. 91lik 540 14 22 telefon raqamlariga aloqaga chiqamiz. Qanaqa variant qilib bera olasiz? Avtokredit Vikup. Avtokredit, Vikup variantlar bu. Telefon qilsa gaplashib ko'ramiz. Avtokreditga olmoqchi bo'lganlar Gutkar servisimizga murojaat qilishlaringiz ham mumkin. Aloqaga chiqamiz do'stlar. Navbatdagi Damazimiz Damas'ga oq rangda 2025-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi aka 100% radnoy holatda. Bitta nomerga baho berib qo'yamiz. 13lik karmetal diska balon, 4 ta mягкий yangi balon, orqa oyna, old oyna, tonirovka. Shumkalari yo'q. Ruxsat bormi aka tonirovkaga? Ruxsat yo'q. Kojin apshifka, pulti bor, polik, rezin polik, chexol, Malibu barlar, Tesla monitorlari, tarpida rullarda ham chexollari bor. 13 ming yurgan ekan mashinamiz. Bu ham polni tayyor. Video ekstraktor, katta bar qo'yilgan. Patologga material tortilgan. Gazi bormi aka? Propan gazda ekan mashinamiz. Mana 2025 kim xohlasa qaymoq rangidan, kim xohlasa oq rangidan. Bu nomerga ham lekin Ayda propan gaz balon qo'yilgan. Nomerga отдельно bitta like bosib qo'yamiz do'stlar.
5. Aka Samarqand shahrida mashina. Xuddi shunday. Narxiga kelsak. Buni 8600 deyapmiz. 8600 so'rab turibmiz. O'tib beradigan joylarimiz bor. Bor. Naqd pullar bilan kelsa 8000, 8100 larga kelisha olamizmi aka? Balandroqda o'zinglar 8,5 larga beramiz. 8300 largacha bo'lsa kelishib gaplashib ko'rsa bo'lar ekan. Barcha variantimiz bor, avtokreditga ham iloji bor. Telefon raqami ayting aka. 93lik 93lik 357 357 57 57 70. 70 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz. Avtokreditga Good Cars ofisimizga murojaat qilamiz. Navbatdagi Damas'imiz Damas'ga qaymoq rangda 2025-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalariga kelsak aka. Hisob ma'lumotmi o'sha? Toza. Kraskasi zavod o'ziniki, mashin pachka deyaptilar akamiz. Xo'p, Mersga o'xshash diskalar 13 lik qo'yilgan, 4 ta mexki yangi balon, orqaida tonirovka, oldi ham tonirovka, vetroviklari bor. Ruxsat bormi aka tonirovkaga? Ruxsat oform paytiga olinadi do'stlar. Kojinni obshivkalarda polik, rezin polik, chixol, Malibu bar, pult, torpeda rullarda ham chixollar bor, Tesla monitor. 10 yurgan mashinamiz. Yangi mashin, video registrator, patologga ham bar qo'yilgan, patologlariga material tortilgan. Aka, gazi qanaqa ekan? Propan gaz. Yangi mashin, endi motor kolobkamosini so'rash uyat bo'ladi. Kulishtirlar kesilmagan, mayda propan gaz balon qo'yilgan. Paroglari ham bor, oyoq qo'yadigan dugalar demoqchiman. Tomatdan qo'yilgan. Samarqand shahrida mashina. Narxiga kelsak. Buni aka 8,5 deyapmiz. 8,5 ming dollar so'rab turibmiz. Aha. O'zi salonda necha pulga chiqyapti aka? 8150 dollar bo'ladi salon. Shunday bo'lyapti. Ya'ni shuncha navoroti bilan siz 8,5 so'rab turibsiz. Shunday. 1000 dollar xarajati bor, navorot qilingan. 1000 dollar xarajat qilingan mashina tayyor, faqat olib minish kerak. Nechilar realdan tochka bo'ladigan narxini ayting aka, bitta bilan sotiladigan bo'lsin. Qidirib yurganlar bor. Mana 25, 26 qilmaydi, 25 baribir aka, 25 ga. 8300 larga beramiz. 200 ga kelisha olamizmi? Mayli aka, siz o'lchanlar telefon qilsaga beraveramiz aka. 8200 pulingiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqamiz do'stlar. Mashinani ko'rib savdolashib olamiz. Yana nasiya variantini ham ilojini qilsa bo'ladi. Bo'ladi. 4000, 5000 puli borlar telefon qilaversin. Bemalol aloqaga chiqamiz. Avtokreditga olmoqchi bo'lgan akalar Good Cars ofisimizga murojaat qilasizlar. Mana tayyor 25 qidirib yurgan akalarimiz bo'lsa, bemalol telefon raqam qoldiramiz, aloqaga chiq. 99lik 428 428 77 77 79. 79 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Generalni, generalni farqi yo'qmi? Hammasi bor. Aloqaga chiqamiz. Albattagi Damas'imiz Damas'ga oq rangda 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, aka kraskalariga kelsak. Kraskalar toza ekan, 13 lik karmetal diska balon, 4 ta mexki yangi balon taqilgan, chizaqlari o'chmagan ekan. Orqa o'yinlarimiz tonirovka, vetroviklari bor. Shumka polnimi aka? Polni shumka, kojinni obshivka, pulti ham bor ekan, Magicar pult, Evacor polik, linoleum polik, paroglar laminat qilingan, chixol, Malibu bar, rullarda ham, torpedlarda ham chixollari bor. 75 ming yurgan ekan mashinamiz, video registrator, qisqasi polni navorot qilingan mashin. Patolog, oynalari elektron ekan, ahamiyat bermoqman do'stlar. Elektronni tushirib ko'tariladi. Knopkasi mana bu yerda. Uni Malibu barda turibdi. Bar, patologlar kojini material tortilgan, pioner kolonkalari ham bor. Pult, mult, barcha narsa bor. Aka, motor korobkamosini so'rasam uyat bo'ladimi? Gazichi? Propan gazda ekan mashinamiz do'stlar. Motor korobkamosida hech qanday muammosi yo'q deyaptilar akamiz. Mayda propan gaz balon qo'yilgan, gulishtirlar kesilmagan.
Birkalarimiz ham 22. Samarqand shahrida mashina aka. Narxiga kelsak. Buni aka 6770 kelishib beramiz. 6700 so'rab turibmiz, o'tib beradigan joyimiz bor. Naqd pullari bilan kelsa shu 6300, 400 larga kelisha olamizmi aka? Kelishamiz. Kelishsa bo'ladi, ha? Nasiya variant. Farqi yo'q aka. Avtokreditga ofisimiz bor, Goodcars ofisimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Nasiya variantda ham iloji bor. Eng kami qancha pul borlar telefon qilsa yo'g'ini gaplashsa bo'ladi aka? Aka $1000 bilan avtokreditga ham chiqadi, 3000 bo'lsa agar Vikubga ham beraveradi. $1000 bilan avtokredit, 3000 pullaringiz bo'lsa Vikubga, Nasiya variantga gaplashsa bo'ladi deyaptilar akamiz. Xo'p, bo'lmasa naqdga 6300, 400 larga telefon qilishsa o'ylab gaplashib ko'ramiz, ha? Kelishamiz aka. Telefon raqami ayting. 93lik 93lik 57 357 57 57 70. 70 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damazimiz Damaz 1998-yilda ishlab chiqarilgan ko'k rangda. Kraska qanday ekan aka? Kraskasi bor bir ikkita joyda, lekin oldi orqasi Polni sepilmaganmi, nima bo'ldi? eshikda borda. Oldida bor. Zigzag butun aka. Oldi eshikda bor. O'sha oldin mo'rda bor-ku. Polni turibdi-da, kraska ko'rinib turibdi. Bor. Tomlari-chi aka? Tomlari radni. Xo'p, yana kelib ko'rib tekshirib olamiz. Mojid akamiz ikkinchi, uchinchi qo'llar bo'lganliklari sababli bu kraska yo'q deganlari bo'lishi mumkin. Yana kelib tekshirib olamiz. 13lik karmetal diska balon, 4 ta mягкий yangi balon taqilgan, orqa oynamiz tonirovka, Damas 2 bokovoy, vetrovik, nikel xromlari bor, eshiklarda bor. Xo'p, mashinamiz meni qarashim bo'yicha Bo'lgan aka. ashani aytyapman-da, asvij bo'lgan deb. Asvij bo'lgan ekan. Xo'p, kojin apshikalarda paroglari ham polik, rezin polik, chexol, polni salon koja ekan. Patologlarigacha material tortilgan. Damas 2 rollarda speedometr buzilgan ekan, lekin motor korobka most aka. Motorida ham boshqa joyda ham ishi yo'q aka. Zarnimochda ovozi. 80-90 100 ga chiqarib bo'lsa ham hech qanday muammo yo'q. Gazi-chi aka? Gazi. Ruxsati propan. Xo'p. Hozir propan gazi, propanda turibdi-ku. Ya bor aka metan. Ha, metan bor. Metan kerak bo'lsa, metan ham bor debdilar akamiz. Atak propan gazda turibdi mashinamiz. Ruxsatlari ham propanda ekan. Motor korobka mostda hech qanday muammolar yo'q. Aha. Minishga Mayda boshqa qilmayib berib hech qanday anonsi yo'q. 4 ta yangi balon qo'yib qo'ygan. Motordan ham yaqinda chiqdi aka. Kraskadan tashqari boshqa hech qanday aybi yo'q. Bitta shofyor kerak, yaxshi. Ha, bo'ldi. Bitta zigzagga baho berib qo'yamiz do'stlar. Mana zigzaglari yaxshi holatda turgan ekan. Yana kelib ko'rib, tekshirib, haydab ko'rib olamiz do'stlar. Hech qanday muammosi yo'q. Qayerda mashina ekan aka? Jomboydek aka. Samarqand Jomboy. Narxi 24 million. 24 million so'm so'rab turibmiz. O'tib beramiz. O'tib beramiz aka. Naqd sanasa shu 20 larga olib ketsinmi aka? Kelishamiz aka. Kelishsa bo'ladi, ha? Bo'ladi. Pul yetmay qolganga ham gaplashamiz. Qancha puli borlar telefon qilsa 10 yo'g'ini million bersin aka, 1 oy 2 oyda qutulaman deganlar meni olib ketsin. dehqonchasiga, ha? Dehqonchasiga. Hujjatda farqi yo'q. Gen oformit hammasiga chiqazib beraman. Bo'ldi, aka mashina sotildi. Telefon raqami ayting. 94lik 94lik 428 428 88 88 85 aka. 85 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Mana Nasiyaga ham, variantga ham Hammasi. bemalol o'ylab ko'rasizlar. Foizsiz deyaptilar akamiz, yana 2 oygacha. Yanvar oyi sal og'irroq keladi. Oxiriga olamiz pulni dengda. Undan tashqari labo, pabo hammasini qilib beramiz agar nima qilsa. Labo kerak bo'lsa agar yasab berish ham muammosi yo'q, ha. Shu nomerga telefon qilsa, labo yasab berish xizmati ham bor. Damazda labo qilish, ha. Bo'ldi, aloqaga chiqamiz do'stlar. Navbatdagi Damazimiz Damas 2 oq rangda 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kuzovlari 20 ekan. Kraskalariga kelsak aka? Ketma ham yo'q aka. Spichka tekkizgan joylar ham bormi? Ha, gugurt bilan qilingan. Laboycha o'zinikimi? Laboyam o'ziniki. Almashtirib beraman aka, pulni ichidan. Aha, laboychaga tosh tekkan joylari bor ekan, almashtirib beraman deyaptilar akamiz. 13lik karmetal diska balon, 4 ta mягкий yangi balon taqilgan. Orqa oynamiz tonirovka. Polni shumka aka. Polni 100% shumkada. Bitta balonlarga bahamiyat berib qo'yamiz. Zavod apshikalarda paroglari koja,
Eshik pasti ham koja ekan. O'zi yechib olamiz aka. Polik, rezin polik, Malibu barlari bor ekan, mana chiqildi mana. Kojani chiqiladi. Kayfiga salxon to'q qo'yibdilar. Barlar qo'yilgan, patologga ham kojani material tortilgan mashinamiz. Salon holatlari yaxshi holatda desak ham bo'ladi. 181 ming yurgan, Paboyda mana shunday 5 bo'lib yorilgan ekan. Men buni kelishsak almashtirib beraman debdilar akamiz. Motor, korobka, most aka. Motor noldan bo'lgan 2 oy bo'lyapti. Birinchi motori. Aha. Probegigacha halol. 1 kilometrgacha qiyomatda javob beramiz. Korobka, mosti. Muammo yo'q. Hadovoyigacha tiq etmaydi mashina. Chunki shunqa bo'lganda. Aha, gazi. Gaz metan. Metan gaz. Kraska tomchi yo'q deyapmiz aka, faqat spichka qilingan joylari bo'lishi mumkin debdilar akamiz, atak kraska yo'q. Mashinamiz yon holatlari. Pentaquzga 20. Xo'p, aka qayerda mashina? Hozirgam jumani bir qo'l mashina lizimniki. Aha, narxi 5800 baho qo'yganmiz. 5800. O'tib beramiz. O'tib beramiz. Shuni aka shu 5200 larga kelishib olaylik shu mashinani. Yarim bu ham oxiri. 5,5lar. O'tib berasiz lekin ha 5,5 dan. Irimiga mayli savdo Sunnat qilib yaxshi muomala qilsa, urishmasa, so'kmasa o'tib beramiz. Ursachi, ursa. Ursa lekin xafa bo'laman. Urmasdan Ha, kelishib urmasdan olamiz. mayli, ha. Bo'lmasa 5,5 dan o'tib beradigan joyingiz bor. Mayli, telefon. Muomalasiga qarab ha. Nasiya variant. 1 oygacha bor nasib. Generalni ham bo'ladi. Avtokreditga olib ketaman degan akalarimiz Gotkar ofisimizga murojaat qilasizlar. Generalniga ham farqi yo'q debdilar. Telefon raqam 88lik 88lik kod 907 907 2095. 2095 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damas'imiz Damas'ga oq rangda 2023-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalariga kelsak aka. Toza kraskasi. Petno, metno, paroglarda. Betno bor, orqada bitta devorga salib turib olganman. Ha, ko'ramiz uni. Xo'p, 13lik karmetal diska balonlar, mexki balonlar holati yaxshi holatda turibdi. Orqonlarimiz tonirovka, nikel xrom, metrovik, дополнительный bokoylargacha. Shumkalari yo'q. Paroklar zavod holatda turibdi. Kojin apshivka. Pulti ham bor ekan aka. Magicar pultlarda polik, rezin polik, chixol barlari bor ekan. Torpeda rullarda ham chixollari bor. 81 ming yurgan ekan mashinamiz. Katta bar qo'yilgan patologga, video registratori ham bor. Patologlarga material tortilgan. Yana kolonkalarda. Aka qayerda kraska bor dedingiz? Kraskasi yo'q, faqat buni kuchayganda sayli. Ha, yo'q, ha, mana shu tomon salgina urilgan ekan, kraska tegmagan. Zadniy stol bilan salgina turtilgan ekan, tamom. Bo'ldi, tushunarli. Motor korobka mostda muammo yo'q. Motor yaqinda qildim. Motor noldan bo'ldi. Gazimiz metan. Qolgan tomonlama hech qanday muammosi yo'q aka. Tayyorman, olish kerakmi ishga? Motordan chiqqan ekan do'stlar mashinamiz. Motorda Ulargacha qo'yilgan. bo'ldi. Ha, apparaturaga usitildan qo'yilgan, ha, bo'lmasa saloniga. Ha. Video registratori polisda ishlaydi. 23. Aka mashin qayerda ekan? Baxmaldagi Jizzax. Jizzax Baxmaldi mashin narxiga kelsak. 7,5 deyapsiz, kelishamiz aka. 7,5 baland ekan. 7,5lik o'zi 24 shundayda. 25larni ham 7,5 deyapti. Qarang, bir 6,5lardan boshlab ko'rsak, endi mo'j dehqon bo'lishingiz mumkin. Dehqonchilik shundaymi aka? Ha, dehqonda shunaqa narx bo'lib turishi mumkin. 6,5lardan boshlab ko'rsak. 6,5 sal kamlik qiladi aka. Nechilarga kelishamiz aka bo'lmasa? Toshni 7 o'q qo'yag'aysiz aka. Shu 6000 qarang, 6700, 800 patolog sotiladigan narxlar aka. Undan 7larga sal qiyinroq to'g'ri. Kelishamiz. Navorot qilingan, navoratlariga til ojiz, to'g'ri, ancha xarajat qilgansiz dehqonchilik uchun sal narxi balandroq turibdi. Shu 6700, 800 puli borlar telefon qilsa gaplashib ko'ramiz ham bo'lmasa. Shunday aka. Nasiya variant yetmaganiga qanday kelishamiz aka? Bir oylar kutamiz aka. Yetmaganiga. O'sha Jizzaxdan bo'lsa yana kelishib bo'lsa bo'ladimi? Shunday aka. Generalni oformi farqi yo'qmi hujjatda aka? Farqi yo'q. Telefon raqamingiz.
88lik 88lik kod 394 394 94 94 00. 00 telefon raqamlariga aloqaga chiqib moshinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Avtokreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz Good Cars ofisimizga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Navbatdagi Damazimiz Damas 2 oq rangda 2020-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalariga kelsak aka. Pitna ham yo'q aka. Tomchi ham yo'q, petno ham yo'q. Paroglarichi? Qarog'ida ham yo'q. Parogda ham yo'q. 12lik zavod diskalariga 4 ta mягкий 12 ballonlar taqilgan holati 4 ta qalpoqlari ham bor. Orqonlarimiz tonirovka. Shumkalar yo'q. Paroglarda laminat qilingan ekan do'stlar. Paroglarda kraska tegmagan. Zavod obshivka, polik, rezin poliklar bor, chiqollar zavod holatda barlari bor. Probegga kelsak 46 ming yurgan mashinamiz. Kataloglar standart. 46 ming. Motor korobkan bosdi, shef. Ochilmagan. Hech qayer, ha, motor ham bo'lmagan. Gazi-chi aka? Bitta metan qo'yilgan. Bitta metan qo'yilgan, belbog'larigacha o'ziniki, ha? Bizniki bitta polik qilingan. Bitta polik qilingan. Metan gazimiz, qo'llariga bitta baho berib qo'yamiz. Mana shu belbog'lari ham o'ziniki do'stlar, zavod holatda turibdi. Mashin kam yurgan. Maza qilib minamiz degan akalarimiz bo'lsa, shunaqa davoschalarda olib yigirma. Aka mashin qayerda ekan? Bizim Pazarg'omdan, man Lelizmdanman. Aha. Narxiga kelsak 5800 baho qo'ygan bu. 5800. 2021, 22 lar narxiga yetib boryapti aka. Ular 6,5 ming deb beryapti. Hali deyilishi o'tilayotgan joyi bor aka. 5 ta sanab kelaversinmi? Qo'liga ushla. 5200 shitir qildi Qashqadaryo kitobliklar hozir. Aha. Men bera olmayman. 5,5 ming bo'lsa beraman. O'tib berasiz 5,5 dan. Yarim. 200 yaxshi narx qilibdi lekin aka bir. Naq pul qildi aka, naq shitir. Endi bizda obunachilarda salgina bo'lsa obro'si bor-ku, shu 100 qo'shib kelsa 300 ga. Yaxshi narx bo'ldi. 400 ga ketdi-da bo'lmasa. Sizni obunachilaringiz uchun mayli bozorda o'narga bir 450 bo'lsa sizda obunachi. 400 aka 50 qilib o'tirman, shu 50 da o'ziga beraverasiz. Telefon qilsinchi, 5,5 dan samsa pul o'tib beraman nasib bo'lsa yil kirasini. 5400 lar shitir sanasa joyiga o'ylab ko'ramiz, ha, bo'lmasa. Telefon qilsinchi mayli. Telefon qilsin, yana ko'ngilga yo'l topsa agar qanaqa variant qilib beramiz mabodosiga aka. Varianti yo'q. Shu 1 oylikka. 10 kun 15 kun mayli kutamiz. 15 kun, ha. Muomalasiga qarasa, qarindoshlar chiqib qolsa, shu Pastdarg'omdanmi? 1 oygacha qarang. 1 oygacha, ha, qarindosh chiqib qolsa. Qancha puli bo'lsin aka? 3000 nari bo'lishi kerak. 3000 lar bo'lsa 1 oyga yopaman desa farqi yo'qmi? 3000 dan baland bo'lishi kerak. 3000 ga qo'shsa gaplashib Bu ko'rsa bo'ladi. 80 ga ishonmasin, Pazdarg'omda yurgan mashinam zang cherak preki yo'qmi? Birinchi. Bo'ldi. Nomerga ahamiyat bermaymiz do'stlar, bo'lmasa. Oformat bo'ladi birdan. Bank tomonidan yordam bersa bo'ladimi aka? Bo'ladi. Generalniz qanday bo'ladi? Oformat qilsin 30 gana taqibdan chiqadi. Telefon qilsa gaplashib ko'ramiz, unisini ham. Shunday. Bank tomonidan yordam beramiz. Bo'ldi bu. Telefon raqam 88 88lik 907 907 2095. 2095. Avtokreditga olmoqchi bo'lgan akalar Good Cars ofisimizga murojaat qilamiz. Endi 2018 dan pastlariga do'stlar bank, Fortuna bank va boshqa banklarga atak 18 dan boshlab 2025 gacha bemalol Good Cars ofisimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Aloqaga chiqamiz. Navbatdagi Damazimiz Damaz 1 1998-yilda ishlab chiqarilgan yashil rangda. Kraskalariga kelsak aka. Aka kraskalari 98% radnoy. Aha, shu yiliga aytib, qarab aytyapsizlar. Ha, 98 2% kraskasi bor. Oldi arqalar pechat, zavodskoy. Zigzaglarigacha qarab chiqamiz. Zigzaglarigacha aka oldidan eng ustasini zigzag qo'yib bersa 10 minut o'tadi. Xo'p. 13lik karmetal diska balon, 4 ta mягкий balon holati o'rtadan pastroq, orqa oynamiz tonirovka, Damaz 2 bakovoy. Shumka bo'sh. Kojin obshivka, polik, rezin polik, chixol bar bor. Patologga ham bar qo'yilgan, kojinni original ular. Pioner kolonka original deyaptilar. Patologga ham kojinli material tortilgan. Rullarda chixollar bor, suplementar almashgan ekan Damaz 2 ga. Qancha yurgan bo'lgan aka? Aka bu tarmozi qisqa
ustasi birdekada qotib qolgan edi. Kecha yangi 2 tablo bosganman. Ha. Uni yurgan esimda ham yo'q. Olib tashladim. Aniqi bir kuruk yurgan. Ha, Ziyod ham yurgan. Motor korobka mosti. Motor korobka mosti javob. Bitta korobkaga 2 ga haqiqat tushiradi. U ham muftadan ligarovka bo'ladi degan vaqt bo'lmadi. Aha, atak shumpu bunaqa narsa. Yo'q. Qolgan hammasi javob. Ana shu kiloda kraska bor ekan lekin. Ana shunda bor, ha. Gazimiz propanmi? Propan gazda. Propan gazda ekan. Oshimiz ham holatlari. Narxi urgutdi mashina narxi. Hamma joy narxi ekanlar. Ha. Ondan ham ko'rsatdingizmi? Ha, zigzaglar. 1 gram kirmasi yo'q suvarkasi. Aha. Eng qizig'i narxiga to'g'ri keldimi? Shunday. Qarang. 26 million so'm bersin olib ketaversin. Lubboy ustasini olib kelib tekshirib olsin. O'tib berasiz. 20dan o'tib berasizmi? 26 milliondan. Ha. Nima o'tib beraman? Bilasiz passiyani. Shu 24 lar shishtir sanab olib ketsinmi aka? To'g'ri, zo'r mashina ekan. Yo'q, 26 dan notarisini xohlasin generalni olsin, xohlasin afarni olsin, Lubboy notarisini pulini o'tib beraman. Ha, faqat shu u yog'i xohlasa generalni bilan olib ketsa, endi baribir generalni shu Generalni olsin, ha. 26 million sanasi faqat olib ketsin degan ma'noga aytyapsiz-da. Ha. Hujjat ham ichiga. Ha, hujjat ichida. Telefon raqamingizni ayting. 90lik kod 90lik kod 101 101 54 54 97. 97 telefon raqamlariga aloqaga chiqamiz. Mabodo yetmay qolsa, Bu bitta bunaroq bizcha puli buni yetishmaydi. Hay yetmasa qaraymiz kelishini oldi. bank ham yordam berasizmi bankka? Bank chiqmaydi bundan 98 ku. 98 larga bank chiqmaydi. 2000 yuqorida chiqadi. Bo'ldi. Bo'lmasa aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olamiz do'stlar. Kelishib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damas'imiz Damas'ga oq rangda 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan, kraskalar aka. Top-toza aka. Kraskasiga javob deyaptilar. Xo'p, ana shu karmetal diska balon, Shanxon yaxki balonlar holati o'rtadan balandroq holatda turibdi, yangidan pastroq. Orqonlarimiz tonirovka. Shunqalari yo'q. Paroglari ham zavod holatda turibdi, zavod obshivkalarida, polik chixollari ham zavod. Bitta rezin poligi bor ekan. Tarixda yo'llarda chixollari bor. 109 ming yurgan mashinamiz. Patologlari standart holatda turibdi. Motor korobka moslari. Kamchiliklari yo'q, ha, tomonlama. Gaziga kelsak. Metan aka gaz. Gazi metan. Oltmuş beştalik metan gaz balonda mashinamiz. Yon holatlari. Xo'p, orqa salon holatlari. Kimin 19 ga 19. Aka mashina qayerda ekan? Qasdarg'on jumani mashina. Xo'p, narxiga kelsak. 5300 deyapmiz. 5300 so'rab turibmiz, o'tib beramiz. Beramiz. 5 dan pastiga o'tamiz aka, xudo xolasa. Yo'q aka, 5 dan tepasiga. 4800 900 lar puli borlar, telefon qilsa gaplashib olsak, Gaplashamiz aka. gaplashib ko'ramiz. Yetmaganiga ham kutib olamiz. Bir oy kutamiz aka. Bir oygacha kutishda ham iloji bor. Xo'p, boshqa qanday variantlarimiz bor? Bundan tashqari boshqa variantimiz bormi, yo'qmi? Yo'q, Boshqa variant yo'q. Bir oygacha kutishda iloji bor do'stlar. Yetmaganiga atak naqdga sotiladigan mashina ekan. Telefon raqamingizni ayting aka. 50lik 50lik kod 037 037 44 63. 44 63 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damas'imiz Damas'ga oq rangda
19-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalariga kelsak. Kraska mana shu o'ng tomonida bor ekan. O'ng tomon selimi? O'ng Qanday? seli sepilgan. Xo'p, mana shu Yo'q nega? o'ng tomonda boshidan oxirigacha bor, ha? Ha, Bir bor. tomonlama, короче, bor. Bor. Udarlari yo'q ekan. Xo'p. 13lik Euro diskalar, kalpak taqilgan, 4 ta yaxshi yangi balon taqilgan, orqa o'ynamiz tonirovka. Shumka bor. Zavod apshifkalarda laminat tortilgan, polik, rezin polik, chiqollari zavod holatda, barlari bor. Rullarda ham chiqollari bor. 207 ming yurgan ekan mashinamiz. Salon holatlari, patologlar standart. Motor, korobka moslari. Zo'r aka bo'ladi. Umuman ovozi yo'q. Mosda, korobkada muammolar yo'q hech qanday motorlarda ham. Gaziga kelsak. Gazi metan gaz. Metan gazda ekan mashinamiz. Ko'rib chiqamiz. Metan gaz. Mana shu tomonda polni bor ekan, ya'ni kelib ko'rib tekshirib olamiz do'stlar. Narxini o'shanga yarasha chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Dizayinlar qo'yilmagan ekan, orqanaga. Narsa yangi turiblar hozir. Aha. Xo'p, 2020. Birka. 20 ekan. Xo'p, qayerda mashina ekan? Asarxon Jumani mashina. Narxiga kelsak. 4,5 deyapmiz, kelishamiz. 4,5 ming dollar so'rab turibmiz. 19 ga 20. Bir tomonda kraskasi bor. 4larga kelishamizmi? 4 dan baland aka. Bo'lmasa 4 ming puli borlar qo'rqmasdan telefon qilsa, yo'g'ini kelishib olamiz. Kelishamiz. Eng kami qancha puli borlar telefon qilsin bunga? Bunga 3000 puli borlar shu 1 oygacha kutib tura olamiz-da. Bo'ldi. 4 minglarga shu nimadir qo'shsa olib ketaveradi, naqd bo'lsa. Qo'shatdi aka. Salgina, ha, faqat. Ha, 4 ga. salgina. Telefon raqam. 88lik 88lik kod 891 891 92 94. 92 94 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatda yana bitta Damas ikkimiz do'stlar, navbatdagi bu ham mokriy asfalt rangda Firdavs akamiz olib chiqqanga o'xshab ketar ekan. 2023-yilda ishlab chiqarilgan ekan mashinamiz. Xo'jayin, kraskalari qayerda bor ekan mashinamizda? Ha, kapalak va eshikni pastda salgina, ha, petnocha. Qolgan joyga javob beramiz. Xo'p, ko'rib chiqamiz mashinamizni. Bu ham toshni o'shanga o'xshab ekizaka desak ham bo'ladi. 13lik metal diska balonlarda yaxshi balonlar, holati yaxshi, orqonlarimiz tonirovka. Shumkalar yo'q. Polik, rezin polik, chiqollari bor. 70 ming yurgan ekan mashinamiz. 69 ming. Bu ham probega mashg'ul ketyapti. Katalogga material tortilgan. Mashinamiz yon holatlari. Propan gazda. Narxini nechga so'rayapmiz, xo'jayin? 6,5 ming dollar so'rab turibmiz, o'tib beramiz. Oltilarga gaplashib ko'ramizmi? Yo'q, ozgina oshkoroq. 6 ming puli borlar telefon qilsa gaplashamizmi? Yo'q. Qo'shadi-da salgina. Ha, salgina qo'shadi. 6 mingga qo'shgan odam bilan gaplashib ko'ramiz, bo'lmasa. Xo'p. Nasiya variant Pul beramiz. qancha vaqtgacha? Gaplashamiz o'shanga qarab. Ha, telefon qilsa gaplashib ko'ramiz, ha. Avtokreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz Gutkarsa ofisimizga murojaat qilamiz. Telefon raqam ayting. 97lik 97lik kod 939 939 9705. 9705 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damas'imiz Damas'ga oq rangda 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu zavoddan Damas 2 bo'lib chiqqan, hech qanday anavlari. Birinchi Damas 2 chiqqan do'stlar. Kraskalariga kelsak. Kraskasi 4 ta kirlosin tayi orqa bagajida bor. Faqat petno hisobigada bo'lmasa, ha? Parog maroq shunaqa degan ma'noga kirlolarning tagiga sepilgan, faqat orqa bagajda qolgan joylariga javob deyaptilar. 12lik zavod diska balonlar, kalpaklar taqilgan, 4 ta yangi balon turibdi. Orqonlarimiz tonirovka. Shumkalari yo'q. Kojin apshifkalarda polik, rezin polik, chiqol barlari bor. Salon polni 100% kojada. Patologlariga polni koja tortilgan, barlar qo'yilgan, pioner kolonkalari ham bor, rullarda ham chiqollari bor ekan. 194 ming yurgan ekan mashinamiz.
Motor, korobka moslari Zo'r aka, ovozi yo'q zaten. hech qanday muammosi yo'q. Yo'q. Gazichi? Metan gaz aka. Metan gazda ekan mashinamiz. Mashinamiz yon honatlari. Xo'p, 65 talik metan gaz. Bagajimiz sel sepilganmi yo'q? Olib sepilgan bagaj. Bitta bagajda polni sepilgan ekan. Almashmaganmi? Almashmagan o'ziniki. Almashmagan. Xo'p. Anchagina mehrda berib qo'ygan ekan lekin salonga. Xo'p, birkalar kojon tagida. Pioner kolonkalar. Xo'p. Qayerda mashina ekan? Qastarg'om jumani boshim. Narxiga kelsak. 3,5 deyapmiz, o'tib beramiz. 3,5 ming dollar so'rab turibmiz, o'tib beradigan joyimiz bor. Naqd pullar bilan kelsa shu uchlari kelisha olamizmi? Balandiga aka, 3 dan. Bo'lmasa 3 ming puli borlar telefon qilaversin, ha? Qilsin kelishamiz, 3 ga bo'lmaydi aka. Ha, 3 ga to'g'ri kelmaydi-yu, lekin qo'shsa gaplashib ko'rsa bo'ladi. Uchi borlar ham bemalol telefon qilsa, yo'g'ini kelishib olsak ham nasiya pasiya qilsa ham bo'ladi. bo'ladi. Bemalol. Bir oylar nasiya bo'ladi aka. Eng kami qancha puli borlar telefon qilsin? 2000 puli bor. Bemalol telefon qilsin, ha? Uchlar bo'lmasa qo'rqmasdan telefon qilsa ham bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa 3 ga qo'shgan odam bilan gaplashib ko'ramiz. Uchlarga taqila olmaydi, ha? Yo'q, 3 ga bo'lmaydi. Telefon raqam 97lik 97lik kod 575 575 6005. 6005 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz. Mabodo shu 3000 shitr sanasa ham o'ylab ko'ramiz, ha? Yo'q, aka, unga bo'lmaydi. Bo'lmaydi, ha? Telefon qilsam bank tomonlama yordam beramizmi? Ha, bank tomonlama bo'ladi. Yordam bersa bo'ladi. Eng kami qancha puli bo'lishi kerak shu bank bilan olaman deganlarga? Shu minglardan ziyodroq bo'lishi kerak shekilli. Ha, mingdan bir 15 million, 18 million puli borlar bo'lsa gaplashsa bo'ladi. Bo'ladi aka. Qiziqqanlar aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olamiz, bosib o'ramiz do'stlar. Navbatdagi Damas'imiz Damaski oq rangda 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalariga kelsak aka. Kraskasi akajon mana shu yerda petnochasi. Mana shu detaldan Mana shu yerda o'zida Ablisovkada. ustiga sepilgan. Ha, ichiga o'tib bunaqa almashmagan. Joyiga javob. Bo'ldi. Ya'ni kelib ko'rib tekshirib olishadi. 100% javob. 13lik Vossen diskalar turibdi. Miyaqki balonlar holati pastda yangi holatda turibdi. Orqanlarimiz tonirovka. Shumkalari yo'q. Kojin apshikalarda parovlari ham bitta ahamiyat berib qo'yamiz. Polik, rezin polik, chixol barlari. Bo'rilardan chixollari bor. Rovni 100 ming yurgan ekan mashinamiz. Patologlar standart holatda turibdi. Aka motor, korobka moslari. Aka javob o'tiraman. Motor, korobka tomonlama hech qanday muammolari yo'q moslarigacha. Gazi? Gazi propan. Propan gaz. Mashinamiz yon holatlari. Xo'p, bo'lishtirlar kesilmagan, mayda propan gaz balon qo'yilgan mashinamizda. Mashina yon holatlari. Oyoq qo'yadigan dugalari bor. Orqa salonlariga o'tamiz. Pultlari ham bor menimcha. So'rab ko'ramiz. Berkalari ham 17 ekan. Aka pulti ham bormi yo bo'lganmi? Pulti bor edi, olib tashladim aka. Ha, pulti hozir yo'q. Xo'p, qayerda mashina ekan? Narxiga kelsak. Qastarg'om juma, Lenizmni mashina bir qo'l mashina salondan aka. Salondan bir qo'l mashina. Xo'p. 5300 dollar deyapman aka, narx qo'ydim. O'tiribmiz. Shuni so'rab turibmiz. So'rab turibmiz. 5 dan pastga gaplashib ko'ramizmi aka? Endi iloj bo'lsa shu to'g'ri bo'lsa sizda obunachilarimiz. 5 ga ko'ngil. Shu Kelsa sunnatiga o'tib berasiz bilan. o'tib beraman. Shu narx sanasi shu 4800 larga olib ketsin aka. Oshish kerak aka. Salgina oshish kerak. Ha. Bo'lmasa shu 4800-900 puli borlar telefon qilaversin. Yo'g'ini kelishib olamiz. Eng kami qancha puli borlar telefon qilsa yo'g'ini gaplashsa bo'ladi. 4000 lar bo'lsa aka. 4000 bo'lsa qolgan yetmaganini kuta olamiz, ha? Lekin agar ko'proqqa bo'layotgan bo'lsa aka, Narxi o'zgaradi. Narx o'zgaradi. Tushundim. Boshida aytgan yaxshi. Bo'lmasa 4000 puli borlar qo'rqmasdan Ko'proq aka 1 oy 2 oy uzoqda Ha, nasib. kelishib, ha, yo'q. Kelishib. 4000 pulingiz bo'lsa ham telefon qilib gaplashib ko'rishingiz mumkin. Atak 4800, 4900 larga akamizni ko'ngillari, ya'ni aloqaga chiqib kelishib olamiz. Naqd bo'lsa, ha? 4800 masu 4900, 5000 atrofida bo'lishi kerak.
800 bo'lsa ham telefon qilaversin qani. Yo'qni kelishib olamiz. Telefon raqamingiz 97 97 lik kod 613 613 56 65. 56 65 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi damozimiz Damas'ga oq rangda 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan, kuzovlari 14. Kraskalariga kelsak aka. Orqa kapotda bor aka, siyli. Faqat orqa bagaj selli kraska almashmaganmi? O'zi bu. bo'lgan, qolgan joyga o'tmagan. Bo'ldi. Oldin bunaqa petnom, unaqa narsa yo'q. Paroglari-chi aka? Paroklarga faqat ikkita parok sepilgan aka. Ha, ikkita parokka bor. Qilganiga, Ha, endi parok kraska kirmaydi, endi baribir zanglamagan, chirilmagan aka. bo'ldi. 13 lik Vossen, 4 ta mexki yangi balon taqilgan, orqalarimiz tonirovka, niklo'mlari bor. Shumkalar yo'q, kojin afishkalarda polik, rezin polik, chixol barlari bor. Torpeda yo'llarida ham chixollari bor. 217 ming yurgan ekan. Mashinamiz patologlariga material tortilgan. Aka motor, korobka, most tomonlama. Aka motor korobkasi zo'r, faqat zardomasda ovoz bor. Mostida ovoz bor, nechilarda bor? 60 dan keyin bilinadi. Strashniy emas, qanday? O'rtacha aka, unday qattiq emas, unday. Ha, o'rta tomonlama olib gapirsak shunday, ha, o'rtacha. Bitta aybi mostida ekan, 60 dan keyin ovoz bor. U ham ayb emas, yurib turgan mashina do'stlar. Gaziga kelsak aka. Metanga aka. Benzin Metan. ham bir tekis yuradi. Metanda ekan. Ana shu bagaj seli usti sepilganmi ichlar? Sepilgan, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Xo'p, 65 talik metan gaz. Yana kelib ustalar bilan tekshirib bemalol aka, nima dedingiz? Xo'p, oyoq qo'yadigan do'gonlarimiz bor mashinamizda. Salon honatlari, ishlari polni. Qanday bo'lsa shunday turibdi mashinamiz. Ha, berkalar 14. Xo'p, aka mashina qayerdaki? Pastorg'om Juma Narxi? 4600 dollar aka. Aha, so'rab turibman. Xohlagan dokumenti bo'ladi. Ha, general afon farqi yo'q. Aka, to'g'risi 4200 dollar bozor qildi, berganim hozir. Ha, men 4 lax so'ramoqchi edim lekin. 4200 qildi lekin. Qo'shsa beraman aka. Bo'lmasa Jazmani naqd bo'lsa 4200 puli borlar, qo'rqmasdan telefon qilaversa, yo'g'ini kelishib olamiz. Nasiya variantlarimizni qanday qilamiz aka? aka 15-20 bir oygacha-da. 15-20 kun. Anig'i 1 oy, ha? 1 oygacha kuta olamiz. Yetmaganiga 1 oygacha kutishda iloji bor, boshqa variant yo'q. Bank tomonlama ham yordam bera olasizmi agar mabodoga? Bo'ladi aka. Kelishamiz yaxshi odam bo'lsa. Tushunsa bank tomonlama yordam bera olamiz. Telefon raqami ayting. 97 97 lik kod 613 613 56 65. 56 65 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damas'imiz Damas'ga oq rangda 2020-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalari top-toza. Xo'p, zavod diska balonlarida kalpaklar taqilgan, oynalarimiz toza. Shumkalar yo'q, kojin apshifkalarda polik, rezin polik chixollari bor. 10 ming probegda ekan mashinamiz. Yana kelib ko'rib tekshirib olamiz. Patologga material tortilgan. Motor, korobka moslari hammasi cho'tka. Mashina gaz ko'rmagan, benzinda ekan mashinamiz. 2020 ga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, mashinamiz benzinda. Vaqti qo'yilmaganmi aka? Vaqti umuman qo'yilmagan. 10 ming yurgan. Salon holatlari. Yelkalari ham 20 do'stlar. Aka Samarqand shahrida mashinami? Narxi? Narxini 6,5-9 kelishib beramiz. 6,5 ming dollar so'rab turibmiz, o'tib beradigan joyimiz bor. Baland emasmi, yo turganiga qarabmi aka narxi? Boqsizlar, gaplashamiz. Bir 6 dan pastiga kelisha olamizmi? 6 ming qildi, bermadim. Ha, bozor 6 ming qilyapti, ha, bo'lmasa. Yana telefon qilsalar gaplashib ko'ramiz. Gaplashib ko'ramiz aka. Bo'lmasa 6 mingga qo'shgan odam bilan gaplashib ko'ramiz, ha? Buni ham o'zining muxlislari bor. Telefon raqami ayting aka. 91lik 91lik 524 524 29 29 29 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Qiziqganlar aloqaga chiqamiz. Navbatdagi Damas'imiz Damas'ga oq rangda 2023-yilda ishlab chiqarilgan ekan.
Kraskalari aka. Kraskalari toza. 13'lik kar metal diska balon, 14 ta mягкий yangi balon taqilgan mashinamizda. Orqa o'yinlari tonirovka. Shumkalari yo'q. Kojina obshivka. Qaroqlari ham toza ekan. Polik, rezin polik, chixol, Malibu barlari bor. Pultlari ham bor, torpeda rullarda ham chixollari bor. 11 ming yurgan ekan. 11 ming yurgan ekan, ha? 11 ming yurgan. Patologlar standart. Gaz bor ekanmi aka? Metan. Metan gaz bor. Ramga qo'yildi. Motor коробка hammasi cho'tka. Yangi mashina-ku. Motorni ham ochib beringiz. Xo'p. Ramaga qo'yilgan ekan, pastroq turibdi. Qo'llar teshilib olgan. Hamcha ichkaridan yopilgan. Ochiq. Bunisi ham qisib qolganmi? Ha, indama. Ha, ochilgan. Qisib qolgan ekan. Buni yili necha ekan aka? 20. Buni-chi? 7,5. Kelishtirib beramiz. 2023. Xo'p, aka, qayerda mashina ekan? Chelak. Samarqand Chelakda mashina. Narxiga kelsak aka? Narxi 7,5 deyapsiz, kelishtirib. 7,5 ming dollar so'rab turibmiz, o'tib beramiz. 7 dan pastiga o'tamizmi? Yo'q, 7. Kerak bo'lmadi. Shtir sanasa. Kelishtirib. Aka, yering menga shuni. Kreditga oling. 1 minut qarab o'rang, keyin yaroqli. Lekin men sizga ma'lum yo'l 7 mingdan o'tib berasizmi aka? Naqd pul bo'lsa ko'rishamiz. Naqd pul bilan kelsangiz gaplashib ko'ramiz deyaptilar akamiz. Avtokreditga Yo'q, avtokredit chiqmaydi. avtokreditga sotmas ekanlar. Variantlarimiz bo'ladimi? Ha, variant bo'ladi. Variantlarda iloji bor. Telefon raqamingizni ayting aka. 93lik 93lik 832 832 8500. 8500 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar.